Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Ertalabdan soliq mavsumi boshlandi. Qani birinchilardan bo'lib kim xursand qiladi meni? Bolajonim, sen har doimgidek oldindasan. Shunday ketaversang biring 2 bo'ladi o'g'lim. Yasha bor. Davronjon, yana uxlab qolding bolaginam. Soliq mavsumi boshlandi. Esingdan chiqmadimi? Yasha bor o'g'lim. Saidnazar dedim senga. Ilohim, isming, pasportingdan o'chib ketsin la'nati. Bu juvarmaylar qayerga ketdingda? Men sizlar bilan o'ynashmayapman. Qani soliqlarni o'z vaqtida to'lab qo'ying. Keling, sizga nima yordam berishim mumkin? Ha, umrim bino bo'lib bunday chiroyli uyni ko'rmagandim. Ha, men ancha-muncha ter to'kkanman bu uy uchun. Menimcha siz ko'p pul ishlasangiz kerak. Maqtanishni yoqtirmayman-u, lekin mana bu sandiqning ichini ko'rsangiz bo'ladi. Yo tavba, olmos ko'pligidan sandiq yo'rlaydi deydi. Ha, menimcha mana shuni o'zi yetadi. Kechirasiz, siz meni olmoslarimni olib qayerga ketyapsiz? Men bunga yo'l qo'ymayman. Yo'q, bunga ishonching komilmi ukajon? Nima? Qandaydir muammo bormi ukajon? Ha, juda katta muammo bor. Mana bu meni kuppa kunduzi magazinimga kirib hamma olmoslarimni o'g'irlab ketmoqchi. Ey, qip-qizil terpilli ekansan-ku. Hamma olmoslarni qaytarib ber. Qaytarib bermasam qo'lingdan nima ish keladi? Men seni. Xo'sh, keyingisi kim edi? Ey, nima gap oshna? Yo'q, menga yaqinlashmang. Meni ortiqcha olmosim yo'q. Nega ularni o'ldirdingiz? Men shunaqa bezdenlik xuliganman, chunki mening qarzlarim bor. Uni to'lashim kerak. Nima qarzingiz bormi? Ha, bu juda ham uzoq tarix. Qanday qilib drakonni mag'lub qilasan? Menda bir g'oya bor va u albatta ishlash kerak. Menga hamma olmoslaring berib tur. Ey, menimcha rejam ish berdi. Aqlimga balli. Senga bergan olmoslarim zoya ketmadi. Qoyil, aqlingga bor. Bu rejam ish beradi deb o'ylagandim. Nima? Ustimdan kulyapsanmi? Ko'rsatgan karomatingni padariga la'nat. Bilasanmi seni deb qancha olmoslarim ketdi meni. Endi meni eshit, so'ta qo'zi. Men qancha yo'qotgan bo'lsam, bir tiyinigacha qaytarasan. Jinursin, o'zim ham bilardim bu g'oya bo'lmag'ur ekanligini. Xo'sh, biz nimaga to'xtab qolgan edik? Agar sizga olmos kerak bo'lsa, mobning turniriga qatnashing. Bu yana nima bo'ldi? Qani buni bu yoqqa cho'zchi? Mana oling. Agar men bu turnirda yutib chiqsam, olmoslarim ko'payadi. Qarzlarimni ham yopaman, keyin server meni blokirovka qilmaydi. Bugun seni omadli kuning ekan. Men bu turnirda albatta g'alaba qozonishim kerak. Mana men shu yerdaman. Ey yo, qayerda registratsiyadan o'tsam bo'ladi? Men imtihonga tayyor emasman. Ha, mana nima uchun ekan? U meni o'z xonamga kuzatib qo'ydi. Katta rahmat oshna. So'nggi xabarlardan gapiramiz. Yo, tavba. Avvalambor turnirda qatnashayotganingiz uchun rahmat. Kelinglar, men sizlarni shartlar bilan tanishtirib chiqaman. Demak, birinchi shart. Shart shundan iborat. 2 qilichboz bir-biri bilan jang qiladi toki ulardan biri jangda mag'lub bo'lganlaricha. Yutqazgan o'yinchilar o'yindan chiqib mag'lub bo'ladi. Faqat yutgan bir kishi 1 million izumrudga ega bo'ladi. O'yin bir necha soatlardan so'ng boshlanadi. Tayyor turing. Bu men uchun oson bo'ladi. Hamma tinchlansin. Bizda birinchi ishtirokchi bor. Bu qishloqdagi bo'lmay qolgan chala rapper, laqabi Insulin ekan. Uning 69 ta qo'shiqlari va YouTube'da 1 dona obunachisi bor. U ham bo'lsa o'zi. Kutib oling, Insulin. Jinursin. Keyingi ishtirokchimiz Ko'mko'k Barzangiz. O'yin boshlandi.
Xo'sh, keyingi ishtirokchini taklif qilamiz. Bu ishtirokchi hamma qizlarning ajali. Bu Grox. Ey yo, hammaga salom. Qani qarsaklar eshitilmayapti. Bizda yana bir ajoyib jangchi, bu Creeper. Ejjinursin, biz bunaqasiga kelishmagandik. Ey, men bu tasqara bilan jang qilmayman. Qani boshla. Ey, o'sha, men senga yordam bera bilaman. Bilaman seni oilang hozir qiyin ahvolda qolgan. Shu uchun sen bu turnirga kelgansan. Men senga aytyapman, ey, menga yaqinlashma, iflos. Ey, yaqinlashma menga deyapman. Voy jalla. Bu oson bo'ldi-ku. O'yinimizning mutlaq g'olibi bu Grox. Ey, bu vesovoy kategoriyaga ham to'g'ri kelmaydi. Poxo'y, boshla. Yo xudoyim, uning quroli bor ekan. Bu o'zi qoidaga to'g'ri keladimi? Jangning eng qizg'in pallasiga keldik. Hoy, qurol ishlashni bas qil, bo'lmasa biz seni xullas idina qilamiz. Hammasi joyda, biz finalgacha yetib keldik. Bu ikki jangchimiz o'z mahoratlarini ko'rsatib, shu joygacha yetib kelishdi. Qani endi ko'ramiz, kim birinchi bo'lib bu yerdan 1 million olmosni olib chiqib ketadi. Xo'sh, oshna, kel oxiriga kelib bir-birimizga ishni ko'paytirmaylik. Ye, tushunmadim. Ye, ona joningni. Ye, padaringga la'natsan, Gamerotni. Ye, jin ursin, bu yerda nima qiladi endi? Qachondan beri bu rasm bu yerda turadigan bilib oydan. Ejjin ursin, bu Gamerot meni fikr-xayollarimni o'qiyapti. Bu meni yaxshigina chalg'ityapti la'nati. Ejjin ursin, menda bitta yurakdan yarim tas qoldi. Bo'ldi, hammasi tamom. Billa. Oh, Parvardigor nolalarimni eshitdi. O'yinimizda g'olib bo'ldi Grox. Grox? Ey, yo, nima gap? Sen menga qarz bergan olmoslaringni hammasini olib keldim. Ey, ko'zlarimga ishonmayman. Sen nahotki olib kelding qarzlaringni? Oh, meni bilasizlar, men axir halol o'yinchiman. Endi menga zapret qo'yilmaydimi? Bo'ldi, men ketdim. Men fikrimdan qaytdim. Nima? Shu teshik quloqcha sal eshitmay qoldi. Bundan keyin sen Minecraft o'yina olmaysan. Har bir qilayotgan qattiq-harakatlaring aholini qo'rqityapti. Ey, axir o'yin shu bilan qiziqarli. O'zingga boshqa server top. Ey, shoshma, ey! Qani, boshladikmi? U qaytib kelmaydi, ko'ngillari to'q bo'lsin.